Assalomu alaykum qadrdon qadrdonlarim, o'tmishlar sabah g'oyibona uchrashib turganidan g'oyat xursandman. Bugun men sizlar uchun ajoyib bitta video tayyorladim. Bu ko'pincha murojaatlarga binoan tayyorladim. Ko'pincha menga shunaqa savol beradigan mijozlar keladi. Dangasalikni qanday yengishim kerak? Muvaffaqiyatga qanday erisha olaman degan savollarni juda ham ko'p beradi. Shuning uchun men bugun sizlarga ajoyib video tayyorladim. Dangasalikni yig'ishtirib, qanday qilib yo'q qilib va muvaffaqiyatga erishish zinalarini chizdim va o'zimni hayotimda mana men 5 yildan beri psixolog kirib o'qib bilim olyapman va o'zimning natijalarim bilan o'zim qanaqa darajada qanday qilib muvaffaqiyatga erishyapman, barchasini sizlarga bugun bilan bo'lishmoqchiman. Albatta, avvalambor ko'pincha ko'p 5 yil o'qib bilim olib rivojlanib, har doim o'qib bilim olib kelyapman va tushunib yetdimki, boylar, millionerlar, hatto muvaffaqiyatli insonlar har doim o'qigan, bilim olgan, rivojlangan, har doim o'z ustiga ishlab kelgan. Hatto mana millionerlar ko'rsangiz, Brent Tracy, Body Shofer, Said Davlatov, qaysi birlarini aytsangiz, qaysi bir bunaqani o'qisangiz kitoblarda, hatto boy va kambag'al ota barchasini qaysi yoki o'ylab boy bo'lib barcha kitoblarni o'qigan paytingizda qanaqa kitob o'qisak ham har bitta narsada nima deyiladi, o'qib bilim olib o'sha o'zimizga o'sha bilimlarni vazifalarni qilib bajarib borgan va albatta natijaga erishgan. Albatta hech kim ko'pincha bizlarga hozir zamonda odamlar oson yengil hayotni kechishni xohlaydi, yengil hayotda oson va yengil muvaffaqiyatga erishishni xohlaydi. Albatta bu uchun baribir o'qish kerak, bilim olish kerak, rivojlanish kerak, harakat qilish kerak. Harakat qilgandan keyin o'sha zinada birdan haqalar bilmaydi. Tasavvur qilinglar, bir insonlar tez, masalan, katta summa misol uchun mana shu yuqoridagi natijadagi misol uchun bu videoda mana bu ustozlarimiz muvaffaqiyatga erishgan insonlar deb o'ylang. Va siz mana bu yer pastdasiz. Misol ustozlar aytadiki, aka, masalan, man senga bilim o'qitaman, bilim olasan, rivojlanasan, harakat qilib muvaffaqiyatga erishasan. Men misol uchun 10 yil, 20 yil tajribaga ega deydi. Sizlarga o'sha bilimlarini bermoqchi bo'ladi. Ko'pincha insonlar o'ylaydiki, men shu yerda nolda bo'lsangiz, siz o'ylaysiz, bir oy o'qiyman, bilim olaman, rivojlanaman, men o'sha muvaffaqiyatga erishaman deydi. Lekin mana bu yerda ustozlar mana bu 20 yillik tajriba bo'ladi, 20 yildan beri misol uchun 5 yillik tajriba bo'ladi. Tajribada bu nol bo'ladi. Rasman biz avvalambor misol uchun tajribalar va shu asosan so'zlarimizda chiqqandan keyin bizning tajribalarga ega bo'lamiz. Insonda ko'pincha nima uchun insonlar birinchi dangasalik nima? Dangasalik qayerdan paydo bo'ladi? Dangasalik bu insonda avvalambor ong ostimizda bir maqsadimiz yo'qligidan, hayotda bir qanday vazifamiz yo'q, maqsad yo'q. Yashashdan misol uchun shu bugun ishimiz 24 soat vaqt bor. 24 soat vaqtini taqsimlay olmagan uchun ham vaqt qandaydir ishi bo'lmay, misol uchun aytishimiz ro'zg'or ishim bor, bola chaqam bor, to'g'ri. O'shani ham siz misol uchun 24 soat nima o'shanga baribir vaqt kerak. O'qib bilim olish uchun, rivojlanish uchun odam vaqt ajratsa bo'ladi. Misol 1 soat oldin tursangiz bo'ladi. 1 soat o'sha vaqtlaringizni misol uchun bilimga bersangiz bo'ladi. Albatta bu uchun kun kerak, bu uchun avvalambor inson o'ziga va'da berish kerak, o'ziga ishonish kerak, qila olaman, bajara olaman deb o'ziga ishonch bildirish kerak. Har doim men o'zimga shunaqa aytaman, men qila olaman, bajara olaman deyman, o'zimga va'da beraman. Hatto o'zimga va'da, boshqalarga emas, o'zimga. Misol uchun har doim boshlanishiga, to'g'ri, odam boshlanishiga nolga bo'lgan paytimda ham har doim o'zimga ishonchim bor, o'qiyman, bilim olaman, rivojlanishni maqsad qo'yganman va o'shanga qarab har xil izlab harakat qilyapman. Xatolar bo'ladi, kamchilik bilan normal holat, har bir insonga bo'ladi. Qo'rquv faqat yarim yo'lda qolmaslik kerak. Har qanaqa bo'ladi, to'siqlar bo'ladi, chunki to'siqlar bo'ladi. Bu masalan siz o'qib bilim olishni xohlaysizmi, muvaffaqiyatga erishishni xohlaysizmi, siz qalbingizga birinchi o'rinda urug'ni ekishingiz kerak. O'sha urug'ni misol uchun yerda urug'ni eksangizda, yerda shamol bo'ladi, do'l bo'ladi, qor yog'adi, shundayda. Shuning uchun ham bu urug'ni biz o'sish uchun bizning hayotimizda shunaqa to'siqlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun to'siqlarni yengib o'tgan inson albatta katta muvaffaqiyatlarga erishadi. O'sha millionerlar, boylarni agar eshitsangiz hayotda juda ham qiynalgan. Aslida ko'p millionerlarning hayotini eshitaman. Men aslida shularni hayotiga eshitib, o'zim dasturlayman.
ular juda ham qiynalgan inson, ko'pincha qiynalgan inson bo'ldi, men hayotda charchadim, hayotni o'zgartiraman degan inson harakat qiladi va hayotini o'zgartiradi. Agarda insonda o'ziga harakat, o'sha o'ziga bo'lgan ishonch bo'lmasa, men hayotimni o'zgartiraman degan maqsad bo'lmasa, inson hech qachon hayotini o'zgartira olmaydi. Avvalambor insonni o'ziga bo'lish kerak. Men hayotimni o'zgartiraman, men muvaffaqiyatga erishaman degan maqsad bo'lishi kerak. O'sha maqsadga qarab harakat qilish kerak. İnsanlarda ko'pincha insonlar maqsad bo'lmagani uchun ham albatta harakat qilolmaymiz. Dangasalik bu albatta bizni hayotimizda ko'p vaqtimiz borligidan, qandaydir o'sha vazifani reja bo'lmaganidan, o'sha kunlik vazifani bilmaganidan bo'lar ekan. Men buni boshlayman juda ham har doim o'sha audio kitob eshitaman. Har doim millionerlar bo'ylab audio kitob eshitgandan keyin ularni har doim muvaffaqiyatga yetgan yo'llarini eshitaman. Misol uchun har tongdan meditatsiya qiling, affirmatsiya qiling, vizualizatsiya qilish, reja tuzish, albatta yana pul to'plash, yana qanday va shuncha narsani qanday qilaman deb boshlash menga ham qiyin bo'lgan. Shuncha narsani qanday qilaman deb misol uchun boshlashga bari qilib ko'rganman. Birdan tushib qolsa kitob o'qish har kuni rejalar bo'ladi. Lekin insonda qandaydir bizni motivatsiyamiz o'sha bajaramiz, bir kun bajaramiz, bir qiziqib bajaramiz, bir xil odamlar birdan birovga eshitasiz, birovdan eshitasiz, mana shu qilasiz-ku, birdan qilasiz-ku, o'shani qilaman deb o'ylaysiz, yarim yo'lda tushib ketasiz, shundaymi? Nima uchun? Chunki siz mana shu yerdan turib, noldan turib, bitta uzun tasavvur qiling, zinalar pastga tushingda, o'zingizni oyog'ingiz bo'lsa, shunday qo'ying, shuni haqalasangiz, menimcha o'sha yerga yetasiz. Lekin men o'ylaymanki, zinaga bitta chiqadi, shuning uchun ham biz bitta zinamizdan chiqish kerak. Bu uchun har doim ongni charchatmaslik uchun ham har doim misol uchun birovga ko'rib qandaydir nima qilmasdan men qilaman deb qilish yaxshi emas, lekin insonlar ko'pincha hatto shu yerdagi misol uchun ularni shakllantirmasdan, o'zini shakllantirmasdan ular birdan bajarmoqchi bo'ladi va ko'pincha insonlar motivatsiya tushadi va inson